Assalomu alaykum. Agar sizda ushbu avtomobildan bo'lsa, siz uchun bir zo'r funksiyasi bor. Ana shu funksiyasini sizga ko'rsatib beraman. Birinchi navbatda glavniy menyuga qaytamiz. Mashinaning o'zining glavniy menyusiga mana shu uch orqali. Keyin nastroykasiga kiramiz, mashinaning общий nastroykasiga. Общий nastroykasiga kirganimizdan keyin birinchi okошkani tanlaymiz. Tanlaganimizdan keyin mana bu funksiyasi bor. Mana shu funksiyasiga bosasiz. Bosganingizdan keyin mana kerakli funksiyalarni, endi o'zingizga kerakli bo'lgan funksiyalar chiqadi. Endi bu yerda sizga maslahat bergan funksiyasi mana shu kemping modga bosasiz. Kemping modni bilasizlar, o'sha kempingni o'zi dam olishlarga borish yaxshi ko'radiganlar uchun, sizlar uchun bir zo'r funksiyasi. Buni faqat ko'rish kerak. Ko'rib turganingizdek, bu yerda qanday qilib kemping modni tayyorlash uchun ko'rsatilyapti. Next mana shunday tayyorlab olgandan keyin mashina next stepga bosasiz. Mashina keyin o'zi sekin siz uchun zo'r 为确保安全，请通过语音或中控锁按键将车门上锁。 Endi bu yerda o'zi sinab ko'rishni maslahat 语音模式 beraman. 已退出， Chunki bu yerda sinab ko'rganingizdan keyin o'zgacha bir ощущение his qilasiz. Bu yoqda yana o'ziga yoqqan temalar tanlasangiz ham bo'ladi. Bu yerda aynan odam dam olish uchun kerak bo'lgan narsalar bor deb o'ylayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, podpiska tugmasini bosib qo'yishni xohlardik.